Kecha kelolmaymi? Kecha hassada keldingiz, ha? Qani hassa? Yo'q. Hasan sotdingizmi? Nechta qancha yil hassada yurgan paka? Сколько года был? 4 oydan, ya? Qani Xudoning shukri. Hozir nag'izmi? Hozir naqsu. Ajindi. Belida shunday og'riq bor ekan, oyog'ini mana shu yerida shunday og'riq bor. Keyin ko'rib qo'y. Kam bor. Nega hassa yo'qmi? Ha, Apam Tojikiston qayerda? isfara. Isfara. Men hayron bo'ldim, kecha hassada yurdi bu. Ha, chira sabun. Hozir bormi? Sabuh? Ha, sabuh. Sabuh. Yaxshimisiz? Ha, Nag'iz. xudo. Atin nag'iz. Isfara. Tojikiston, Bapesh. Nima bo'lyapti? Belim yig'ayapim. Bosim. Og'riq bormi? Ha? Bormidi? Bor edi, yo'q bo'ldimi? Salsala. Endi-chi. Ha? Qo'ydi. To'g'ri. Qozog'iston qaytdimi? Ars. Ars. Qozog'iston ham keng joy ekan, ha? Keldik biz Arsqa. Пригласительныйmiz bor sizga. Bo'ldi, boraman Qozog'iston. Boraman Xudo xolasa. Ars xolasa. Jeberdimi? Berdi. Jeberdi. Qozog'iston jeberdi. Jebersin, ha? Ona yana oryapti. 18-chi. Sadingillik bormi? Ha, Allohga shukr, dori ichmayapman. Dori ichmayapsizmi? Ichganim kelgandan beri bitgan. Qanaqa kasallik bilan keldingiz? Ammo davlina dori ichib yotardim, oyoq og'riqqa ichaydim, uxlashga ichaydim, oshqozonimga ichaydim. Kechqurun 4 ta 5 ta dori ichib uxlaydim. Hozir ichmayapman. Kelgandan beri bitgan. Hammasi atkaz qildi, dorilarni. Atkaz qildim. Qaysi shaharda keldingiz? Samarqand, oblast, Narpay rayon, Mirbozor degan. Ismingiz nima? Necha yil bo'ldi bu kasalligingiz? Bir 7-8 yil bo'lib ketdi. Xudoyim, mana endi dorilar. Sharif va rohilaman men. 75 ga kiraman. Yoshga o'xshaysiz. Endi dorilar, aplikalar xafa bo'lmaylar mendan. Apam dorilar ichmay qo'yishibdi. Endi savdo barakasini beradi-yu. Insonga dori baribir ko'pi zarar. Mana shifoni Alloh beradi. Foydasi ko'rdingizmi uni? Ko'rdim, Allohga shukr. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana yuragimni ham bir salab qo'yasiz. Bo'l, yuraklaringizga Alloh quvvat bersin. Chopqila yuring. Oshqozonim. Men onam oshqozonlar butun tanasida kasalliklarni olgan. Kecha jigarimga ham tegan edingiz, juda ham yaxshi uxladim. Jigarim yaxshi-ku, uyqular qalay bo'ldi? Shu kecha yaxshi uxladim. Yaxshi uxla. Jigarimga ham nima qildingiz? Ha, seans berganimda. Ha. Oyog'imda qiziganlari ham qoldi shu kecha. Qoldimi hamma qiziganlar hammasi? Bu jigar qizish ko'proq oyoq bilan bog'liq, jigar bilan bog'liq-da oyoqniki. Ketyapmiz. Birizga ming bersin, mingizga olam bersin. Alloh sog' bo'ling. Rahmat. Kasal bo'lmang. Kasal bo'lmang, ona. Yuzlardan oshib yuring. Katta rahmat. Safarlar yo'q. Birizga ming bersin, mingizga olam bersin. Bandasi rohatda bo'lib, ko'shsha qarib, joningizga yuzlarga kirsin. Kasb-kor umrijoni solih tinchlik, farzandlaringizga baraka berib, yana berursin. Topganlaringizga har doim yaxshi kunlarga ishlating. Mana shu xizmat qilayotgan insonlarim Allohdan nima niyatda yurgansa niyatlaringiz sherik kelgan insonlarim hammasi shifo topib, sizga rahmat aytib, baraka toping. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Dunyoda kasal qolmasin. Dunyoda kasal qolmasin. Yo'llarimiz bexatar bo'lsin. Eson-omon kelib, eson-omon yana kelishga muyassar etsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan wa qina azabannar. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina. Alloh rozi. Yaxshi boringlar. Onamsiz. Alloh panoh bersin. Yaxshi boringlar. Katta rahmat.